Kış qanati bilan, kishi do'stlik bilan kuchli. Tatar xalq matali. Aql batıl topshiruvi yanadan sizni salamli. Bugungi qatnashchilarimizning da bilimlarini tekshirib qaraylik. Bugun bizning bilan Riyaz ham Asila. Selam dostlarım. Selam. Men Gubayeva Asila, Qozon shahri Idilbo'yi rayonining 73 maktabida 6 sinfda bilim alam. Boş vaqtlarimda milliy rizqlar pishirib, yuzi tugaragini yerim ham olimpiadalarda qatnasham. Men Sharapov Riyaz, Qozon shahri Idilbo'yi rayoni 73 maktabning 6 sinfida o'qiyim. Boş vaqtimda futbol o'ynarga ham yuzi tugaragini yerga yaratam. Qatnashchilarimizni yaqindan bildik, endi topshiriqni boshlaymiz. Birinchi tur, durust javob. O'yin 4 turdan turacak. Eng ilk birinchi turning qoidalari bilan tanishtiraman. So'rov yangralash qatnashuvchi balni o'zi qo'yadi. Onları javob variantlari taqdim etiladi. Shiratab olar so'rovlarga javob beradi. Javob durust bo'lgan ishtirokda bal qatnashuvchi hisoblanadi bo'ladi. Durust bo'lmasa bal berilmaydi. Birinchi turda 3 so'rov, maksimal bal 30. Do'stlarim, bugungi o'yinimizda qushlar turida сөйләшербез. Dunyoda nendagina qushlar yo'q, shulami? Ayi. Bizning butun aylana-tirani qushlar berib olgan. Bugungi bilimlarimni yengillik bilan boshqarib chiqarsiz degan umidda topshiriqni boshlaymiz. E'tibor, birinchi so'rov. Bu qushlarning qaysisi o'laksa bilan to'planadi? So'rovga birinchi bo'lib Riyaz javob beracak. Shunga ko'ra balni da u birinchi bo'lib qo'yadi. Necha bal qo'yasan, Riyaz? Men 5 bal qo'yam. Riyaz 5 bal qo'yadi. Endi birinchi so'rovdan 5 bal qo'yasanmi, Riyaz? Yaxshi, 5 bal. Uning kundoshi Asila necha bal qo'yadi? Men 6 bal qo'yam. Asila 6 bal qo'yadi. Yaxshi. Ballarni bildik. Hozir javob variantlarini tanlaymiz. Loşin, yabalak, şukur, tukran, hem grif. Riyaz neçe biliyorsun? Men ikinci variantını saylayım. Riyaz yabalak variantını sayladı. Yoksa cevabını kabul ettim. Hazır Asila cevap verirse neçe biliyorsun? Men loşin deb o'ylayman. Asila loşin variantını sayladı. Yoksa cevaplarınızı kabul ettim. Hazır direkt cevabını ko'rsatam. Direkt cevap grif. Yani 5. variant. U o'laksa bilan to'planadi. Boshqa qushlardan ayırmalı olarak isni bek yaxshi sezar. Shunlikdan o'lan orasida ko'rinmay yotgan, endi tarqala boshlagan hayvon o'laksalarini da tez topadi. Bu qushlar bilan to'planishga mumkin, lekin tobashin uchib borgan yeridan elektira olmaydi. Biz devam etamiz. İkinci so'rovni yangratam. Bu qushlarning qaysisi jili yoqlarga so'ngroq ketadi? Shirat Asilada qoldi. Necha bal qo'yasan, Asila? Men 5 bal qo'yam. 5 bal. Uning kundoshi Riyaz necha bal qo'yadi? Men 6 bal qo'yam. Riyaz 6 bal qo'ydi. Yaxshi ballarni bildik. Hozir variantlarni ko'rsataman. Siyirshik, sirtma quyruq, oqqush, shibinchi hem milash shipshig'i. Asila necha bilisan? Men sirtma quyruq deb o'ylayman. Asila sirtma quyruq deb sani yaxshi javobini qabul etdim. Hozir Riyaz javob beradi. Men oqqush deb sanayman. Riyaz oqqush variantini sayladi. Yaxshi javoblaringizni qabul etdim. Bu savolga direkt javob oqqush edi. 3. variant. Olimlar belgilab o'tgancha oqqushlar yengilcha sovuq qarshida. Jili yoqlarga ular tuban temperaturalar doimiga aylangachgina ketadi. Ismlari oqqush bo'lsa da, ularning qora tusdagilarida bo'lar ekan. Biz davom etamiz. 3. so'rovni yangratam. Bu qushlarning qaysisi ishobida? Ballar qo'yarga vaqt. Bu yil endi birinchi bo'lib Riyaz bal qo'yashak, necha bal qo'yasan? Men 8 bal qo'yam. Riyaz 8 bal qo'yadi. Uning kundoshi Asila necha bal qo'yadi? Men 6 bal qo'yam. 6 bal. Belki ko'proq bal qo'yarsan. Riyazni o'zgartirishga kerakmi? Uni qo'yib qaramaysanmi? Men 8 bal qo'yib qarayman. 8 bal. Yaxshi. Ballarni bildik. Hozir variantlarga qisalib. Deva qushi, pingvin,
Serkatik kuşu, kızıvar, kivi. Riyaz neşe bilirsin? Мен үшінші вариантны сайлайм. Yaxşı cevabını kabul ettim. Мен де үшінші вариантны сайлайм. Osile de üçüncü variantını sayladı. Yaxşı cevaplarınızı kabul ettim. Hazır dürüst cevabını birgelep bileyik. Üçüncü variant dürüst. Serkatik kuşu kubisінше jirde jeye uyulsa de bik yaxşı işe. Afrikada keng taralgan bu kuş qurbanın top-top o'tira turgan birden bir yırtqış. Şuşu so'rov bilan biz birinchi turni tugalladik. Eliga esa bulayroq. Osila bu turda 8 bal, Riyaz 14 bal to'pladi. Devam etamiz. Olda ikinci tur. İkinci turning bugungi so'rovi qushlarning yasha o'rinlari turida bo'lar. E'tibor etingiz. Birinchi pog'onada qush ismlari, ikkinchi pog'onada ularning yasha o'rinlari berilgan. Qaysi qush qayda yashaydi? Sizga ularni to'g'ri keltirishga kerak bo'lar. Birinchi pog'onada oqqush, shilan, turg'ay, tuqran ham yor qorlig'ashi. Ikkinchi pog'onada yor bo'yinda, o'rmonda, suvda, sozliqda ham qirda. Osila hazır mısın? İyi. Haydi cevap verip koran. Oqqush, Suda, shilan, sazlıqta, turg'ay, qirda, tuqran o'rmonda, ham yor qorlig'ashi. yor bo'yinda. Shulay deb Osila bu turning so'rovina javob berdi. Javobini qabul etdi Osila. Hozir Riyazning shirati. Riyaz hazır mısın? Әйе, Oqqush, суда, shilan, сазлықта, turg'ay, қырда, tuqran орманда, ham yor qorlig'ashi. яр бойында. Riyaz da bek tez javob berdi. Javoblaringizni qabul etdim do'stlarim. Hozir ularni birgalab tekshiring. Oqqush tabiatning yezib qoshi. U tovushsiz ham yengilgina izi. Tinish suluqlarni o'ziga. Sozliqlarda shirinlarni shiratirga bo'lar. Ular boshlicha boqalar bilan to'planadilar. Turg'aylar ochiq kengliklarda, qir, qulun, dalada yashaylar. Ularning uyalari og'aч boshida tugul yerda bo'lar. Tuqran o'rmondagina yashaydi. Bu qushni ovulda da, bosida da ko'rib bo'lmaydi. Endi kirasha, ya'ni yor qorlig'ashi. Ismidan ko'ringancha buyuk yor bo'ylarida uyaveradi. Dirish javoblar mana shulayroq yangraydi. Shulay deb bizning bu turda ikki qatnashchimizda maksimal 5 bal to'pladi. Umumiy hisob 50 ga bo'layroq. Osilaning 13, Riyazning 19 bal bo'ldi. Ham biz 3-turga oyoq bosamiz. U bizning ortiq javob deb ataladi. Üçüncü tur ortiq javob. Üçüncü turda da 3 so'rov bo'lacak. Javob variantlari orasida birisi ortiq. Shu variantni saylarga kerak. Javobni belgilab huquqi shulay-yoq qatnashuvchilarning o'zida. Boshlaymiz. 3-turning birinchi so'rovi. Qushlar. Eyda güzel boshda ballar qo'yib. Riyaz, sen bu so'rovga necha ball qo'yasan? Мен бұл сұрауға 9 bal қоям. 9 ball. Onun tundashu Osila necha ball qo'yadi? Men bu so'rovga 10 ball qo'yam. 10 ball. Yaxshi, ballarni bildik. Hozir variantlarga ko'z solaylik. Kelgan, bujir, turumtoy, qirg'ovul ham ranatra. Riyaz, qaysi variantni saylaysan? Мен 5-ші вариантны сайлайм. Riyaz elgi isimlikda ranatra ortiq deb sanaydi. Yaxshi, javobimni qabul etdim. Hozir Osilaning shirati. Men de ranatra deb o'ylayman. Osila da 5-variantda to'xtaldi. Yaxshi, javoblaringizni qabul etdim. Ortiq javob ranatra edi, ya'ni 5-variant. Ranatra qush tugul, qondalalar simyog'idan. Og'imsiz ham oqrin og'imli suluqlarda yashaylar. Suvda qishlaylar, yirtqichlar.
Biz devam etamiz. İkinci so'rov. Arktikada yashovchi qushlar. Yagizali kim necha ball qo'yar ekan? Osila necha ball qo'yasan? Men bu so'rovga 9 ball qo'yam. 9 ball. Uning kundoshi Riyaz necha ball qo'yadi? Men bu so'rovga 8 ball qo'yam. Riyaz 8 ball qo'ydi. Yaxshi, ballarni bildik. Hozir men sizga variantlarni ko'rsataman. Kayra, tupik, gaga, qarurdagi ham ulan chipshig'i. Osila necha bilasan? Men qor o'rdagi deb o'ylayman. Osila 4-chi variant haligi ismlikda ortiq deb sanayman. Yaxshi, javobimni qabul etdim. Hozir Riyaz javob beradi. Men qir o'rdagi deb o'ylayman. Riyazda qir o'rdagi haligi ismlikda ortiq deb sanayman. Yaxshi, javoblaringizni qabul etdim. Hozir ortiq javobni ko'rsataman. Ortiq javob 4-chi variant, ya'ni qir o'rdagi albatta. Ular Yevraziya, Amerika, dunyo Afrikada taralgan. Qir o'rdagidan yurt o'rdaklarining ko'pgina tuxumlari kelib chiqqan. Bu o'rdaklar Yevropaga bizning era boshida kirdilar. Biz 3-chi so'rovga kelib yetdik. Yirtqich qushlar. Birinchi so'rov. Riyaz, bu so'rovga javob bersin. Men bu so'rovga 10 ball qo'yam. 10 ball uning kundoshi Osila necha ball qo'yadi? Menda u bank Osilaga maksimal 10 ball qo'ydi. Hozir men ularga javob variantlarini ko'rsataman. Qora kurashi, oq insali dengiz burkuti, qo'rshiga, burkut, kelgan. Riyaz necha bilasan? Men ikkinchi variant deb o'ylayman. Demak, seningcha oq insali dengiz burkuti u yirtqich qush tubi. Ayi. Yaxshi, javobimni qabul etdim. Hozir Osila javob beradi. Menda shulay deb o'ylayman. Osila da shu variantni sayladi. Yaxshi, javobingizni qabul etdim. Hozir ortiq javobni ko'rsataman. Bu so'rovga ortiq javob birinchi variant, qora kurash edi. U shivin-sherkilar bilangina to'plana. Demak, yirtqich tugil. Bu 3-chi turning so'nggi so'rovi edi. Javoblaringiz uchun rahmat sizga. Natijalarni ekranlarda ko'ra olasiz. Bizning bu turda Osila 19 ball, Riyaz 17 ball to'pladi. Haliga umumiy hisob bulayroq. Osilaning 32, Riyazning 36 ball. Unda mening yaratgan tur 4-chi tur. Hozir men sizga bir ortli 10 so'rov beraman. Ular qatlovli tugil. Shunga ko'ra da o'ylab turar uchun vaqt ko'p berilmaydi. Men ishga qadar sanagancha siz menga javob qaytarishga tiysh. Har bir javob uchun biror ball yoziladi. Javob bera olmasangiz, balda yo'q. Kelishdikmi? Ayi. Iye. Osila, hazırlandingmi? Iye. Olaysa ketdik. Qaysi qush bek tez yuguradi? Olg'a. Deva qushi. Ertan bizni uyqudan uyatuvchi qush. Shipshiq. Ertan bizni shipshiq uyatami? Atesh. Davom etamiz. Qaysi qush ovga tunga chiqa? Filin. Yaxshi, qabul etdim. Durust. Jey bo'yina 2 tapqir bola chiqaruvchi qush. Olg'a. Biznek. Qaysi qush qoti tishli? Qo'rshiga. Qushlarning tishi yo'q Osila. Davom etamiz. Yor qanotning yumurtasi oqmi shuvarmi? Oq. Yor qanot yumurta solmaydi. Davom etamiz. Qushlar onsiz urishamaydi. 1 2 3 yumurta. Davom etamiz. Baliq bilan to'planishi yilaq qush. Burkut. Oqsharlar. Qo'li yo'q, balchiq tashiydi, boltasi yo'q, yasaydi. Turg'ay. Qorlag'ash. Dunyoda eng kichkina qush. Kalibri. Kalibri Osila. Durust. Hamsin bu turda 2 ball to'plading. Hozir Riyazning sharati. Riyaz, hazırmısın? Ayi. Boshlaymiz. Qaysi qushning iyi qor ostida? Olg'a. Kurtlik. Menda qushni barabanchi deylar. Tuqran. Durust. Qaysi qushlar g'umurlikka porlasha? Oqqush. Oqqushlar durust. Eng ko'p oshuvchi qushning ismini ayt. Tovuq.
Сивесnek. Нинди кушлар йомырка салмый? Алга. Ата кушлар. 2 яшь тулгач казны эшли. Йөри башлый. 3-гә чыга. Тәне кауры белән капланган тешсез хайван. Карга. Кош, дөрес җавап. Дәвам итәбез. Сыры урам малае. Күгәрчен. Шепшәк. Үзе йомырка басмый, баласын да бакмый. Нинди кош бу? Белмим. Күке. Дөньядагы иң зур кош. Бөркет. Тәвә кошы, ягъни страус. Шулай итеп, Рияз да безнең бу турда 2 балл топлады. Шулай итеп, бу безнең уеныбызның соңгы 4-нче туры иде. Гомум уен нәтиҗәсе булайрак булды. Безнең бүгенге уенда Асилә 34 балл җыйды, ә аның көндәше Рияз 38 балл топлады. Дуслар, сезне дә белем мәйданында көч сынашырга чакырып калам. Акылбату тапшыруына рәхим итегез. Үз белемегезне сынагыз. Киләсе атнада очрашканга кадәр сау булыгыз! Сау булыгыз.